2026 Chevrolet Labo yangi versiyasi bilan bozorga kirib kelmoqda va bu model kundalik hayotda foydalanish uchun juda qulay transport vositasi hisoblanadi. Uning ixcham o'lchamlari shahar tirbandliklarida ham erkin harakatlanishni ta'minlaydi va tor yo'llarda oson boshqaruvni beradi. Tashqi ko'rinish oddiy lekin jozibali uslubda yaratilgan bo'lib, funksionallik va estetika uyg'unligi his etiladi. Faralar va orqa lampalar aniq kontur bilan chizilgan bo'lib, umumiy ko'rinishga zamonaviylik hissi qo'shadi. Bu model o'z sinfida qulaylik va amaliyotning muvozanatini taklif etadi. Ichki makonda haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy ajratilgan bo'lib, qulay o'rindiqlar uzoq safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Salonda sodda va tushunarli boshqaruv elementlari joylashtirilgan bo'lib, haydovchi barcha tugmalarni osongina topadi. Media tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth ulanishi bilan smartfon funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Portlar telefon va boshqa qurilmalarni zaryadlash imkonini beradi. Havoni konditsioner orqali boshqarish sistemi salonda haroratni qulay darajada saqlaydi va yo'lovchilarga yoqimli muhit yaratadi. 2026 Chevrolet Labo dvigateli samarali ishlashga mo'ljallangan bo'lib, past yoqilgi sarfi bu avtomobilni kundalik xarajatlarni kamaytirish nuqtai nazaridan juda maqbul qiladi. Dvigatel shahar ichida silliq tezlanishni ta'minlab, uzatmalar qutisi ham tez va silliq o'zgaradi. Bu esa haydovchiga tezkor javob berish va yo'l sharoitiga moslash imkonini beradi. Suspensiya tizimi yo'l notekisliklarni juda yaxshi yutadi va shovqinni kamaytiradi. Bu esa salonda tinch va osoyishta muhitni ta'minlaydi. Xavfsizlik jihatidan Chevrolet Labo Apps, tormoz yordamchisi va barqarorlik nazorati tizimlari bilan jihozlangan. Bu elementlar haydovchiga yo'l harakatida ishonchni oshirishga yordam beradi. Old va yon havo yostiqlari yo'lovchilarni himoya qiladi va favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni yaxshilaydi. Parkovka datchiklari va orqa kamera haydovchiga tor joylarda to'xtashni osonlashtiradi va qo'shimcha ko'mak beradi. Bagaj bo'limi kundalik xaridlar va kichik yuklar uchun yetarli joyni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk hajmini kengaytirish mumkin. Bu esa sizning transport imkoniyatlaringizni yanada oshiradi. Shuningdek, izolyatsiya darajasi ham yuqori bo'lib, yo'l shovqinini sezilarli darajada kamaytiradi va yo'l bo'ylab qulaylikni saqlaydi. Videoni tomosha qilayotganda Chevrolet Labo 2026 modelining barcha afzalliklarini diqqat bilan o'rganing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobil sharhlari va eng so'nggi yangiliklar kutmoqda. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va siz qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Sizning fikringiz muhim va biz siz uchun foydali kontent yaratishda davom etamiz. Chevrolet Labo sizning kundalik hayotingizni yanada qulay qiladi va sizni har doim yo'lga chiqishga ilhomlantiradi. Tarmax bilan doimo yangi ma'lumotlarni o'rganing va avtomobil olamidagi yangiliklardan xabardor bo'ling. Rahmat sizga do'stlar.